Razaliya tug'ilganda shifokorlar Down sindromi borligini ota-onasiga aytgan, biroq onasi Ramilya shifokorning so'ziga bugungi kungacha ishonmaydi. Роддомда айтса ham ishonmadim, shunday bolalar bo'ladimi debchi. Андан o'zim qarasam, воспитаниедан отставаниесі bo'lib, azmas nima qilib, анан 3 yoshda уже invalidность berishdi. Но biroq men переживать etmedim. Анан sadika barib ishga chiqdim. Down sindromi bilan jabrlanganlarni quyosh bolalari deyishadi. Quyosh qizi Razaliya hozir 5-sinfda oddiy maktabda bilim oladi. U jismoniy tarbiya va rasm darslarini alohida qiziqish bilan bajaradi. Өзүнүн насиптигине байланыштуу ушундай гүлдөрдү, табиятты аябай сүйөт, жаныбарларды сүрөттөрүн тартат. Ал эми математика сабагынан биз Разалияга жеңил эсептерди, сандарды жазып беребиз. Ал ошол математика сабагынан дагы ishteydi. Sinfdoshlari Razaliya uchun yoqimli muhit yaratishga harakat qilishadi. 12 yoshdagi Razaliya uy ishlariga ham qiziqadi, kelajakda oshpaz bo'lishni orzu qiladi. Ramilya qizi uchun hech qanday yengillik bermaydi, sababi Razaliya kelajakda o'zi mustaqil yashay olishi kerak. Bular boshqacha bola bo'ladi ekanchi. Alloh taolo barasini jaratib beribdir da. Анан bu balaning o'zining talantlari bor, o'zincha qaraganda. Повар bo'lam deydi. Анан men harakat qilaman shunga. Down sindromi kasallik emas, ortiqcha 21-xromosoma ertaroq rivojlanganini bildiradi xolos. Down sindromi менен төрөлгөн балдар бул хромосомдук коштоосунун бузулушунда келип чыгат. Негизинен мындай балдар азыр бизге абдан көп кайрылышууда. Ал булардан эң негизги жабырлануусу бул жалпы өсүүсүндө артта калуулар байкалат. Анан туаса кемдиктер коштойт да. Dunyo bo'yicha har bir 700-go'dak Down sindromi bilan tug'iladi. Eslatib o'tsak, 21-mart Down sindromi bilan jabrlanganlarning xalqaro kuni. Bu sana 2011-yili Birlashgan Millatlar tomonidan belgilangan.